Hozir mana shu uyda 115 mingga berib olman deyaptilar. 6 ta 7 ta xonasi bor. To'liq lokatsiyamiz Marg'ilonda 3 o't kreditni oldida. 3 ta liniyada gaz kelgan ekan. Gazdan muammo yo'q deyaptilar. Svet 2 ta liniyada ikkosida ham 3 fazadan bor. 30 kishidan transformator ulangan ekan uyimiz. Uylarning xonasini ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli. Narx bo'lyapti. Hozir 100 ming qilishyapti ekan. 100 mingdan oshsa deyaptilar, 115 mingga berib olar ekanlar. Pastki raqamlar aytilgan bo'lsa ham baraka qilib olamiz. Marg'ilonda 3 o't kreditni oldida mana shunaqa uyimiz bor ekan, bilmagan ekanmiz. Uyni ko'ryapsizlar mana. Enasini so'rayotibdi. Qancha pul bo'lsa kelaveradi deyapti remontga. Qizig'i yo'q. Uyni holati avariyaning holati bas. Remont qilib olsangiz bo'ldi, batta yashash uchun. Soqani bos, uyga sarfladigan joyi. Ammo ishonavering, umringiz oxirigacha maza qilasiz uyda olsangiz. Hali aytadi-yu, Matiz olgan odam olganda bitta xursand bo'ladi, sotganda bitta xursand bo'ladi. Siz bitta xursand bo'lasiz olganingizga. Sotgingiz kelmaydi bu uyda olganingizdan keyin. Faqat yashasam deysizda. Ha? Uyda holatini gazlar ko'rsatish shart emas endi. Mana qo'taveramiz. Prosta telefon qilinglar. Uglovoy uyimiz Marg'ilonda. Agar uy yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yamiz. Yoqmagan bo'lsa ham like bosib qo'yamiz. Sog' bo'linglar.